Assalomu alaykum. Demak, biz bugun Ryzen UI bilan tanishib chiqamiz. Ryzen UI nima bu? Bu UI larni yechish uchun juda ham qulay bo'lgan programmalardan biri. Ya'ni oddiy 3D Max'ni Unwrap degan plugindan ko'ra juda ham kuchliroq va osonroq bo'lgan UI yechadigan dastur. Demak, buni bugun biz Poly 0 dan o'rganib chiqamiz. O'rnatishdan tortib boshqa bir UI larni yechib ko'rishgacha. Xo'p. Birinchi navbatda Ryzen UI ni o'rnatishimiz uchun bizga mana bu yerdagi ikkita fayl kerak bo'ladi. Bitta bu fayl orqali bu Ryzen UI ni o'zi, bu esa 3D Max ga ulab qo'yadigan skripti. Xo'p, buni arxivdan chiqarib olamiz. Xo'p, demak, mana bu fayl crack fayli, bu esa programmaning o'zi. Ustiga bosamiz va tepadagisiga olib qo'yib next bosamiz. Va biror bir faylimizni tanlaymiz, ya'ni ustunovka qiladigan next bosamiz va yana next bosamiz. Xo'p, keyin oxirida yana next bosib qo'yib install deganiga bir marta bosib qo'yamiz. Xo'p, o'rnatib bo'ldi va finish deganiga bir marta bosib qo'yamiz. Keyin esa faylga kirib, o'sha o'rnatgan papkamizni topamiz. cdisk Ryzen UI ga kirib, xo'p, buyurmas program files. Xo'p. Bu yerdan Ryzen Lab topamiz. Bunga kiramiz va mana bu yerga mana bu faylni tashlab qo'yishimiz kerak va zaminit fayl deganiga bir marta bosamiz. Bo'ldi. Ryzen UI o'zi crack bo'ldi. Endi esa 3D Max ga kirib buni script orqali 3D Max ga ulab qo'yishni o'rganamiz. Buning uchun ключga kirib Max scriptga kirib run scriptga bosamiz va o'sha faylimizni mana bu faylimizni bosib openni bosamiz. Va bo'ldi. Endi esa customize ga kirib customize user interface toolbars ga kirib mana bu joydan all commands ga o'tib qo'yamiz va Ryzen deb qidiramiz mana buni. Va buni shuni ushlab turib mana bu yoqqa qo'yaman. Ya'ni bu yerga tashlab qo'yaman. Endi tayyor. Xo'p. Ryzen UI bo'ldi, 3D Max'imizga o'rnatildi. Endi UI yechishni boshlaymiz. Masalan, mana bu. Birinchi bo'lib oddiy boxdan boshlaymiz. Xo'p, shuna kiraman va o'sha Ryzen UI ni tanlab qo'yishimiz kerak mana bu yerdan. Open. Xo'p, endi Ryzen UI ga kiramiz. Xo'p. Mana bunaqa oyna chiqadi. Bu nima? New ga bossak, buni yangi qilib ochadi. Agar biz oddiy 3D Max da break olib, ya'ni qirq olib, relax qila olmayotgan bo'lsak, edit ga kiramiz. Biz hozir yangi ochishimiz kerak. O'sha uchun new qilib buni bosamiz. Mana bu poly bo'lmagan ekan. Buni poly ga o'girib, keyin bosamiz new deganiga. Xo'p. Mana bu Ryzen UI programmasi. Xo'p, katta qilib olaman, buni tushuntirib beraman. Xo'p. Ryzen UI ga kirganimizda bizda ikkita oyna bo'ladi. Xuddi Max'da 4 ta oyna bo'lgandek, bunda ikkita oyna bor. Bu 3D oyna, bu esa 2D oynasi. Xo'p, buni bittasini katta qilib olish mumkin. Ya'ni mana bu orqali. Masalan, bu 2D oyna. Hozir nimaga chiqmayapti hech narsa? Shunchaki F harfini bir marta bossam, bu chiqadi. Va buni bemalol 3D Max da qanaqa ishlatsa ishlatishimiz mumkin. Faqat bir nastroykasini to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Xo'p. Edit bo'limidan keyboard ga kiramiz va mana buni 3D Max ga olib qo'yib, sizlarda Ryzen UI ga turgan bo'lsa kerak, 3D Max ga olib qo'yib Save Close deb bosib qo'yamiz. Va o'shanda 3D Max ga o'xshab bemalol ishlatishimiz mumkin, surishimiz mumkin. Lekin mishkani roligini aylantirsak, uzoqlashib, yaqinlashmaydi. Buni
Ctrl va Alt bosib, mishkani roligini bosib, surib to'g'rilashimiz mumkin. Xuddi Maxga o'xshab, faqat buni mishkani roligi bilan qila olmaymiz. Alt va Ctrl va Alt bosib, keyin biz buni yaqinlashtirib, uzoqlashtirishimiz mumkin. Xo'p, demak bu 3D oynasi edi. Keyingi oynaga qanday o'tamiz? Mana buni bosib, buni tanlaymiz va buni bossam o'tadi. 2D oynaga. Ya'ni bu orqali UV larni 2D oynasini ochiladi. Xo'p, mana buni bir marta bosib qo'ysam, viewportlarni almashtiradi. Bu 3D viewport, bu esa 2D. Xo'p. Endi bu orqali biz Maxda F4 vazifasini bajaradi. Ya'ni buni bossam hech narsa chiziqlari ko'rinmaydi chekkalarda. Buni bossam ichki chiziqlari bilan ko'rinadi. Ya'ni Maxdagi F3. Xo'p, bunga olsak, bunda chiziqlarni ko'rsatadi. Ya'ni bunda chizig'ini ko'rsatmaydi. Bunda ichki chiziqlarni ko'rsatadi va bu orqali tashqi chiziqlarni ko'rsatadi. Bu nima qiladi? Bu ya'ni o'sha shaxmat zonalarini ko'rsatadi. UV'sini biz qanday qilib ko'rishimizni ko'rsatib beradi. Xo'p, qolgan nastroykalarni uncha bizga kerak emas. O'zim ham tushunmayman. Faqat o'zim biladigan narsalarni sizlarga bugun tushuntirib beraman. Xo'p, bunga olib qo'yamiz va bunda turaveradi chiziqlarni. Endi demak, viewportlar bilan tushungan bo'lsangizlar, chiziqlar, poligonlar va nuqtalarga qanday chizishni o'rganamiz, tanlashni. Xo'p. Klaviaturadagi F1 tugmasini bossak, bunda burchaklardagi nuqtalarni tanlashimiz mumkin. Nuqtalar orqali. Lekin nuqtalarni nimaga qo'yganini tushunmayman, chunki baribir nuqtadan UV hech bo'lmaydi. F2 ni bossak, chiziqlarga o'tadi. Chiziqlarni tanlashimiz mumkin. Ctrl bilan tanlaymiz. Ctrl bilan tanlab ketaveramiz. Xo'p. Sal uzoqlashish uchun Ctrl Alt bosib, sal mishkani roligini suramiz. Ya'ni bularni tanlab chiqishimiz mumkin. Demak, bu chiziqlar orqali bo'ladi. Va endi F3 ni bossak, poligonga o'tadi. Mana bunaqa bo'lib. Xo'p. F4 ni bossak, elementni tanlaydi. Bizga ko'pincha chiziq kerak bo'ladi, ya'ni F2 mana bu yerdan ham tanlab olsak bo'ladi bemalol. Mana buni endi bundagi nastroykalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana bu orqali biz to'rtburchak qilib tanlashimiz mumkin. Bu orqali mana bunaqa qilib tanlashimiz mumkin. Bu orqali chiziqlar chizib tanlab chiqishimiz mumkin. Bunga olib qo'ysak dumaloq. Xo'p, qolgan nastroykalarni uncha men tushunmayman. Xo'p, o'zim tushunadigan hamma nastroykasini bugun sizlarga o'rgatib qo'yaman. To'rtburchakka qo'yishimiz kerak buni. To'rtburchakka qo'ydik. Xo'p, endi demak, kerak bo'ladigan hamma nastroykalarni o'rgandik. Endi UV ni yechishni o'rganamiz. Xo'p, masalan, boxda UV si 4 tomondan yechiladi. Hamma nuqtada chiziqlarni tanlanadi. Nuqtasini tanlaymiz va mana bu tugma. Shuni bossak, bu break bo'ladi, ya'ni qirqadi. Yokida klaviaturadagi ruscha S, ya'ni K harfini bitta bossak, bu qirqiladi. Oynani kichaytirib olaman. Xo'p, bo'ldi. Va hammasini tanlaymiz. Tanlab buni bossam, mana buni bossam, buni yoyib beradi. Bu menimcha relax qilsa kerak. To'g'risi uncha ko'p ishlatmayman, faqat buni ishlataman. Shuni tanlab u harfini bossak ham bu yoyiladi. Endi pak qilib qo'yish qanaqa bo'ladi? Pak qilib qo'yish, mana bu yerda pak bor. Shuni bossam, bu pak qo'yadi. O'zi shakliga moslab tekstlab beradi. Ya'ni rizom oddiy anurabda bu qiyshiq bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni sal gradus o'zgarib qolishi mumkin, lekin rizom UV'da o'zini yo'nalishi bo'yicha to'g'ri qilib qo'yadi. Xo'p, mana bu bizga shaxmat bo'laklarini ko'rsatadi. Ya'ni rotate bo'lgan bo'lsa, ozgina bo'lgan bo'lsa, qiyshiq bo'lgan bo'lardi. Xo'p, bu ham xuddi shunaqa ko'rsatadi. Bu yoqda ham bor o'sha bo'limlar, xuddi 3D da qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa bunda ham. Demak, UV yechildi. Endi mana bu yerda bir nastroykalar bor. Bularni to'g'risi negaligini bilmayman. Unchalik ishlatilmasa kerak, chunki sal UV larni katta qilib surishimiz mumkin. Bu orqali dumaloqroq qiladi.
Bu orqali kichkinaroq qiladi. Qolgan nastroykalari bizga kerak emas. Xo'p, demak, birinchisi turadi bu tanlashda. Asosiy nastroykalar mana shu. Endi buni qanday qilib Max'ga olib o'tamiz? Shunchaki Ctrl bilan S harfini bossam, ya'ni saqlanib qilish. Ctrl bilan S-ni bossam, bu o'tib qoladi Max'ga. Mana bu yerda bir polygon Rizom UI'ni bir element chiqib qoladi. Buni convert to editable poly qilishimiz kerak. Va endi UI ga kirsam, mana UI'lari standart yechilgan turadi mana. Yechilgan turadi. Ya'ni buni Max'da mana bunaqa rotate bo'lib qolgan bo'lishi mumkin bo'lardi. Ba'zilari sal bunaqaroq bo'lardi. Ya'ni Rizom UI bizga juda ham qulay shu taraflari bilan. Xo'p. Bo'ldi. Endi mana buni yechib ko'ramiz. Xo'p. Buni ham bu o'zi UI yechilgan, ya'ni men Max orqali oldin yechib qo'ygandim. UI'lar yechilgan, ba'zi joylarda xo'p, UI yechilgan bunda. Masalan, buni relax qila olmayapman. Relax qilish uchun edit ga bosamiz. Edit. Rizom UI kiradi. F-ni bossak, bu yerda ko'rinadi. Va Ctrl A ni bosib U ni bossak, ya'ni mana bu bo'ladi va P ni bossak buni to'g'rilab qo'yadi. Faqat mana bu yerda sal xatolik bor ekan. Buni to'g'rilaymiz. Xo'p, Ctrl C ni bossak bu yoqqa o'tadi. Bo'ldi, UV yechirgan turibdi. Xo'p, endi buni o'zini qaytadan yechamiz, ya'ni 0 dan new qilsam yangi bo'lib kiradi, ya'ni UV yechilmagan bo'lib kiradi. Xo'p, bu yoqda ko'rinish uchun F harfi va F2 ni bosamiz va chiziqlarni tanlab chiqamiz. Ctrl va Alt ni bosib, mishkan roligini bosib yaqinlashtira olamiz va tanlayman. 2 marta bossam, buni tanlab oladi. Mana. Buni ham tanlaymiz. Buni tanlaymiz. Ctrl bilan tanlab ketyapman. Xo'p, Ctrl Alt bosib yaqinlashtiramiz. 2 marta ustiga bosamiz. Keyingisini ustiga 2 marta bosamiz. Keyingisini ustiga 2 ta bosamiz. Bunga ham 2 ta bosib obyektni tanlab olamiz. Xo'sh, Ctrl Z tanlaymiz. Xo'p. Endi bunda juda ham zo'r. Tanlashlar juda ham oson. Faqat salgina qo'l kelishtirib olish kerak. Mana buni tanlaymiz. Ctrl bilan aylantirib buni tanlaymiz. Pastiga o'tib, endi shu joyga yaxshi e'tibor beringlar. Ya'ni 3D Max'da shuni tanlasam, o'rab olib tanlardi. Bunda esa chiziqgacha tanlab beradi. Chiziqgacha tanlab beradi chizgan joyimizgacha. Shunisi juda ham qulay. Va yaqinlashtiramiz, tanlaymiz. Qismidan ham tanlaymiz. Buni tanlaymiz, 2 marta bosamiz va bitta yechilmagan mana bu qism qoldi. Buni ham UV ni yechamiz. 2 marta bosib, 2 marta bosib, buni ham 2 marta bosamiz va shunchaki ruscha S, ya'ni K harfini bitta bosamiz, bo'ldi, bu qiladi. Ctrl A ni bosib, buni bosamiz yokida shunchaki U harfini bosamiz. U mana o'zi yig'ib taxlab berdi. Pak qilish P harfi. Mana o'zi yo'nalishi bo'yicha taxlab beradi. Biz buni rotate, scale qilyapmiz. Xo'p, endi buni rotate qilishni o'rgataman. Rotate qilish Ctrl bilan klaviaturada page down degan tugma bor. Ctrl bilan o'sha page down ni bossak 90 gradusda rotate qiladi. Ctrl bilan page up ni bossam xuddi shuni teskari qilib, ya'ni chap tomonga qarab rotate qiladi. Demak, xuddi mana shunday qilib rotate qilsa bo'ladi, lekin rotate qilish uncha kerak yo'q. Ba'zi kerak bo'lib qoladi. Scale qilishni to'g'risi men buni bilmayman, ya'ni 3D Max orqali scale qilaman. Bo'ldi, UI yechildi. Ctrl Save ni bosamiz. Tayyor. Buni UI yechildi. Tekshirib ko'ramiz. Xo'p, yechilgan, yaxshi. Mana scale qilmoqchi bo'lsam, shunchaki mana bu yerdan scale qilib qo'yaman. Bo'ldi. Endi buni yechamiz. Buni mana bu shaklni smooth berib olay.
Xo'p, buni bu buchkaga bosib, new qilib eksport qilamiz. Xo'p, F ni bosamiz, ya'ni bunga ko'rinish uchun. Keyin esa F2 ni bosib, tanlab chiqamiz chiziqlaridan. Xo'p. Yaxshi. Va mana bu qismidan to'talaymiz. Va pastki qismidan. Mana buni bosib qo'y, yo'q, mana bu yerdan tanlar ekanmiz. Bundan yo'q, buni tanlab bo'lmas ekan. Ctrl Z. Mana bu orqali va bundan bosamiz. Buni tanlaymiz va buni tanlaymiz. Yaqinlashtirib buni tanlab qo'yamiz. Va shu joyida mana buni tanlasak ham bo'ladi. Va ruscha S harfi, K harfi va Ctrl A U harfi hamda P harfini bossak, o'sha UX ni yechib beradi. Mana bu salgina xatoroq bo'libdi. Bu ham bo'laveradi, chunki mana bizga o'rtasi kerak bo'ladi. O'rtasi mana bu qism. Va U va P harflari. Ctrl Save. UV yechilgan. Tekshirib ko'ramiz. UV yechik, Open Preview. Mana. Demak, UV lari yechilgan. Bu qismni ham yechib qo'yamiz, mayli. Bunga kirib editga bosmaymiz. Bunga o'tib UV ni yechamiz. F harfini bosamiz. F2 ni bosib buni tanlaymiz. K, Ctrl A, U va P harflari tayyor. Bu juda uncha ko'p ish emas. Yana bir narsa esdan chiqib ketdi, o'rgatishim. Xo'p. Mana bu topdan ko'rinish. Bittani bossam. B orqa tomondan ko'rinish. Pastdagi B pastki tomondan, leftdan, rightdan, frontdan ko'rinish. Ya'ni shunaqa. Bu yerdan ko'rinishlarini olsak bo'ladi. Bo'ldi, Ctrl Save. Xo'p, tayyor. Demak, Rism UV da o'zim biladigan narsalar mana shular. Demak, xo'p. Yana ham qiziqarli darslar bor, ya'ni UV larni yechish yo'llari, bularni hammasini YouTube orqali ba'zi bir videolardan ko'rib olishingiz mumkin. Ya'ni bizga kerak bo'ladigan asosiy narsalarni bugun o'rgatdim. Xo'p, o'zim ham faqat shulardan foydalanaman. Ba'zida faqat relaks qilish uchun Rism UV ni ochib olaman. Ya'ni Rism UV juda ham qulay. Demak, bugungi darsimiz shundan iborat edi. Demak, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Xayr.